Yaxshimisizlar? Yaxshi keldinglarmi? Ye, chalpak! Voqea xuddi shu yerda bo'lgandi. Aylanay. Assalomu alaykum. Va nihoyat to'y. To'y bo'lyapti. Ye, sen chalpak. Aylanay, assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? To'ylar muborak bo'lsin. Va nihoyat to'y. To'y. Aylanay. Xush kelibsizlar. Voy, hamma qarindoshlar kelibdi. To'yani olib keldingizmi? Siznikiga qo'chqor olib bordik. Aylanay. Ya xudojonim, aylanib ketay. Xush kelibsizlar. Ko'rganimizda xursandmiz, qarindoshlar. Aylanib ketay. Voy, chiroyli yigitlar ketdik. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Привет. Aylanay jonim. Aylanib, sen ham sherdami? Aylan. Assalomu alaykum. Va nihoyat to'y. To'y bo'lyapti, Xudoga shukr. Aylanib, peshonang yaltiramayki. Assalomu alaykum. Ey. Mehmonga qaranglar, mehmonga qarang. Mehmonga qaralaring. Voy, assalom. Voy, chalpaklar. O'ldim. Sharmanda. Meni to'yim. O'ldim. Meni to'yim. O'ldim. Voy, qaynisingil. Shpagatni sal oldinroq ochib qo'ydingiz-da. Meni tabriklanglar, meni to'yim bo'lyapti. 45 ga kirib endi yerga tegibman. Unaqa ko'p likillamang. O'lib turgan ekan, ersirab deydi. To'g'ri-da? Sharmanda qiladi, voy. Shunday. O'zi-chi mana shu yerda bitta-ikkita men dushmanlarim o'tiribdi. Ana Santana topa. O'g'liga kelin qilmovdi Teshovoyga. Beparasat deb. Endi hozir ish kuyulyapti meni oqfatida ko'rib. Xayr, yerga tegibman, xayr. Beparasat deydi-da, qayinsingil, aylanay. Mana yuzingizni yoping. Yopmayman. Shunga men nimaga kelin yanga bo'ldim, men shunaqa qaysar. O'zi aytdim, bo'lmayman yanga dedim. Yopmayman. Yuzim yorug'. Yuzi yorug'mish. Ana pismiqlarga o'xshab deb yurmayman, men shunday turaveraman. Qoshim qanday? Lineyada chizdim. Pul sarflab yuramanmi? To'g'risida. Lekinchi, men ketaman. Qaqa? Onamnikiga. Ketaver. Voy, turyoq bo'l. Ketaman deydi. Siz bilan borib, men urf-odatlarni o'rgatib turishim kerak. Kerak emas menga yanga. Hammasini o'zim bilaman. Hammasini bilan. Poylab chiqardi-da, poylab. Qarsa chaqirtinglar. Keyin borku, mana aytib qo'y, kecha doktorga boruvdim. Gemagilabim 250 chiqdi. Biznikini ichgandan keyin shunday bo'ladi, aylanib. Kun bermagan. Niyat qildim. Bir yilda 4 ta o'g'il tug'aman. Hadi 4 ta o'g'il osmondan tushami, aylanay? Erim bor, navot choy ichib yuribman. Oldim bittasini. To'g'risida. O'zi mana Satana topa ichingiz kuyaptimi, chiroyimni ko'rib? O'zi bu dunyoda chiroylilarga kun yo'q ekan. Voy. Baxtim chiroyimning orqasidan bekilib qoldi. Voy. Lekin maqtansam arziydi. Erkaklarda itiga erga tegibdi. Haqiqatan ham itga tegyapti. Qutulayotganimizga shukr. Bir xursandman. Voy, aylanib ketdi. Men bularga kelin salom qilaman. Voy. Men dushmanlarimni ko'rib olay. Endi ozgina sal tomi ketgan, xafa bo'lmaysizlar. Hammanglarga opshi bitta. Bo'ladi. Endi bularga gul otaman. Otaman. Prokatga kelgan pasportimga.
Baxti ochilsin, bitta shuncha ersiraganlar o'tiribdi. Yo teptirasizlarmi? Ay 1-2-3 deganda ilib olinglar, hamma. 1 2 3. Aldadim. O'rtaga otaman. Tayyormisizlar? Otaman. Baxti ochilsin. 1 2 3. O'ling. Sizda eringiz bor-ku? Sharmanda. Jittillab ilib olganingizni qarang. Katta xotin. Nevara, chivarali. Endi sizga qaydan topamiz? Aylanib buyoqqa olib keling. Onalar xafa bo'lib qoldi. Kim? Orqadagi qiz. Bo'pti. U ham qiz emas. 4 ta bolali xotin, yaqindan qarang. Mana onam tabriklasin. Ona tabriklang. Ona tabriklang. Tabriklang. Ona, bunday deng. Qizim deng. To'qayganda 9 tug'ing, enkayganda 8 tug'ing deng. Ayting. Qizim baxtli bo'ling. Ha. Qizingiz, o'g'lingiz ko'p bo'lsin. Ha, o'zi rejam ham shunday. To'nqayganda 9. To'qayganda 9 ta tug'ing. Enkayganda Enkayganda 50 ta tug'ing. Nima siz meni bu yorug' olamdan erta ketishimni xohlayapsizmi? Ama sizga nima inkubatormi bu? Yaxshi niyat qildim, men shu onam bilan bitta xayrlashay. O'ldirdi. Menga tilaklar yo'q, ona turing xayrlashay. Hey, qiz bola Palaxmon toshi o'zga uyga ketyapti. Xayrlashinglar, u yoqda meni nima kutyapti hali? Keling, ona, men ketyapman. Keling. Ay, sekin. Ikkiga bo'lib o'rmangan. Xudoyim. Ana, og'ir ekan sizga, beli grija bo'lib qoldi. Qaynsingil keng. Bugun qutulamiz, oxirgi kun bugun. O'ldi 2000 topib oldim mana. O'sha. Qarang, meni baxt kutyapti. Birdan 2000 topib oldim. Er ursa nima qilsin dedingiz? Qo'shilib uring 15 sutga yotib chiqarsin, yomon niyat qildi bu qora tappi. Ey, kelin. Ey, qaynsingil. Hozir kuyov keladi. Urf odatimiz bo'yicha oyoq bosish marosimi bor. Bostiring, xo'pmi? Yana ustiga chiqib ketmang, men bosaman deb. Yo, bosmasin. Bosadi. Bosmasin. Hammamiz bostirganmiz, siz ham bostirasiz. Agar bossin, oyog'ini majaqlab tashlayman. Voy sharmanda, mana gulingizni ishlang. Guli, mana kuyov keladigan vaqt bo'ldi. Ana kuyov. Kuyovni chorlang. Voy kuyov keldi, kuyov. Voy aylana. Qancha turinglar. Xaloskorimiz. Ya. Bir xil ekan. Zo'rg'a topdik oqboshni. Aylana, xush kelibsiz. Voy, biram ajoyib ekan. Kelin qani, kelin. Kelin, ko'rmayapsizmi? Ko'rga hassadek bo'lib turibdi-ku mana. Ana. Ey! Meni yerim! Qoch! Meni yerim! Halimas! Voy, Hozirmas! to'xta! Ushlanglar! Oldini to'tinglar! Ushlashinglar! Yersiz qoldi! Oldini to'sing! Voy, dab! Qo'y atmen bo'lmasa bo'ldi. Ey, shoshmang! To'xta! Ya! Oyog'imda yezding-a, chalpaga. Yetdim deganda yiqilay dedim. Bizda urf odat shunaqa. Kelin kuyovni quvib tutib olsa, baxti tutganday bo'ladi. Ko'pkarida tutganday bo'ldi. Bir kuniga aylangan payt kallam ishlab ketdi. Buni mo'ylovi katta ekan, og'zi qani? Og'zini keng ko'rasiz. Kechqurun topib olasiz og'zini. Aynan endi biz uchun tavarrik bo'lgan chimildiqqa marhamat qilinglar. Chimildiqqa. Endi kuyov bola bismillah deb mana shu oqsurtimizni etkiga ayirib bering. Marhamat, qani. Ha.
Voy anchagina kuchi bormi deyman-da yashamagur. Ha, qattiqroq torting. Ha, voy, yolg'onni. Ay, tishingiz bilan uzun ish bo'lmasa. O'ldim. O'tib turing, o'tib turing. O'tib turing. O'ldim ana. Ay, kuyov, bir oqsurtni yirtalmadingiz. Mayli, keling endi. Bismillah deb muqaddas chimildig'imizga qadam qo'ying. O'ng oyoq bilan, o'ynanay. Voy, qutuldim. Voy, kimda shunaqa qayinsingil bo'lsa? Nima bo'ldi, o'ldim? Nima bo'ldi, kuyov? Urar ekanda. Urarkan? Ursa urdirib o'tirdingizmi? Sizdan qaytarib so'ng. Urmang, 15 sutkaga tiqqaman degan. Tiqilib ketmang ana. Sal muloyimroq shirin so'z, she'r-perlar aytib bir narsa qing endi. Ha. Xudoyim, tinchgina omon insongina erini uyiga jo'natib olsam mayli edi. Har kuni biz uyda janjal. Spalniyamga yotib olar kelib. Bizga kun yo'q. Ovqatimizni go'shini ham terib yeydi shu. Assalomu alaykum. Mahfuzaxon sizmi? Men erkaklarda bunaqa yaxshiligini bilmagan ekanman. Necha marta aytganman, erkak zo'r deb. Aynan. Kuyov qani kuyov? Boya bilganimda 18 yoshimda tegardim. Voy mayli. Tentakda aqli kechganda kiradi edi. Kuyov qani? Begim. Sulton Sulaymonim chiqing. Xurrem sulton kutib qoldi. Nima qildingiz? Tutib qoldingizmi? Bir narsa ichirdingizmi? Yedirdingizmi? Nima qildingiz? Ha, voqima qilmang. Odobnomadan dars o'tdik. Aynan shunga aytsa kerak-da, yerga tegsang bosilasan deb. Bosilganingiz chin bo'lsin, qaysingil. Aynan. Voy birga yonlarda turing. Aynan mo'ylovni qarab. Duo bersak, ha? Ha, ilohi amin. Qo'shganlari bilan qo'sha qarsh amin dinglar. Iltimos hamma amin desin. Erini uydan baqa kelmaydigan bo'lib qolsin. Ser farzand, ser davlat bo'laylik. Ikkimiz baxtli bo'laylik. Dushmanlarimiz havas ketib, tomi ketib qolsin. 10-15 ta tug'ib bor. O'ynab kulib yuraveraylik. Ilohi amin. Amin dinglar. Hammanglar to'yimizga o'tinglar, hamma. To'yina bilan birga o'ynaymiz-da. Chamadonini oling. Ketdik. To'yga To'yga yo'linglar.